allaqachon atrofdagi odamlardan oldinlab ketganingizning 5 belgisi bor. Oldindan aytaman. 4-inchisi eng kutilmagani. Xo'sh, birinchisi boshqalarni muhokama qilish endi sizga zerikarli. G'iybat yoki tanqid qilish o'rniga yangi g'oyalar haqida o'ylash sizga qiziqarliroq. Bu sizga zavq beradi. Ikkinchidan, insonlar bilan yuzaki gaplashishni emas, mazmunli suhbatlarni istaysiz. Oddiy, mazmunsiz gaplar sizni shunchaki toliqtiradi, charchatadi, zeriktiradi. Chuqur fikrlashga undaydigan suhbatlar sizga yoqa boshlaydi. Uchinchidan, yolg'izlik sizga qo'rquv emas, quvonch beradi. Ha, aynan shunday. Yuzaki munosabatlar, besamar suhbatlarga vaqt sarflash o'rniga yolg'iz qolib, katta orzular haqida o'ylashni afzal bilasiz. 4-dan, noqulay savollar berishni boshlaysiz. Qilgan xatolaringizni tahlil qilishdan, kattaroq maqsadlar qo'yishdan qo'rqmaysiz. Boshqalar uchun kamchiligi haqida eshitish qo'rqinchli bo'lsa, siz o'zgarish va o'sish uchun tanqidni so'rab olasiz. 5-dan, siz rostgo'y, samimiy, muvaffaqiyatli insonlar davrasiga intilasiz. Katta rejalar haqida gapiradigan, rivojlangan odamlar ichida bo'lishning, ular bilan networking qilishning foydasini juda yaxshi bilasiz. Samimiy va fikri teran insonlarni qadrlaysiz. Xo'sh, kommentariyada yozib qoldiring-chi, sizda bu belgilarning qaysi biri bor ekan?